2025-yildan Germaniyaga nechta o'zbekistonlik vatandoshlarimiz vizaga ega bo'lganlarini bilishni xohlaysizmi? Bilishni xohlasangiz, ko'k choyda damlang, ekranga yaqinroq o'tiring. Biz sizga bugun statistikani yoritamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Bugungi podkastimizning mavzusi statistika, ya'ni 2025-yili nechta o'zbekistonlik vatandoshlarimiz vizaga ega bo'lganini biz sizlarga yoritamiz. Bugungi podkast mehmonlarimiz buyuk insonlar, Germaniyada katta tajriba orttirgan mutaxassislar bo'ladi. Rustam aka Nurmatov, IT bo'limi boshqaruvchisi sun'iy intellekt bo'yicha, Bektemir aka Nurliyev, agrar soha rahbari, Nuriddin aka Qo'shqarov, oliy matematika o'qituvchisi va oltin medal sohibi. Bektemir aka, sizdan boshlaymiz. Ya'ni birinchi savolimiz shunaqaki, ya'ni butun jahon bo'yicha nechta odam Germaniyaga viza olishga ega bo'lgan? Butun dunyo bo'ylab 480.864 ta odam butun dunyodan milliy vizaga ega chiqqan va bu 174 ta davlatdan vizani qabul qilib olgan. Ana endi hozir vaqtda bizga eng qiziq joyi necha foizi O'zbekistonga ta'alluq etadi? Keling bu foizini videoning oxirida yurtdoshlarimizga ma'lum qilamiz. Sababi bu qiziq va taqqoslab ketma-ketlik bilan oxirida e'lon qilsak. Gap yo'q. Xo'p. Rustam aka, sizdan boshlaymiz. Ya'ni statistika bo'yicha ham statistikada ham har xil bo'limlari bo'ladi. Gapni Nachzug degan bo'limi bor ekan, ya'ni oila birlashtirish, ya'ni nechta oila o'zini turmush o'rtog'ini Germaniyaga chaqirib olib kelgan. Xotini, eri, xo'jayini, ya'ni ana o'shani bizga bir yoritib bersangiz. Umumiy raqamlarni oladigan bo'lsak, bu anchagina boshqalarga nisbatan kattagina raqamda tashkil qilar ekan. Ya'ni 312 ta oila birlashgan ekan. Ya'ni o'sha ayol erkagini yoki erkak ayolini chaqirganligi bo'yicha, demak, viza topshirib, natsional viza olganlar 312 dona yurtdoshimiz ekan 2025-yil bo'yicha. 312 ta. Bu ya'ni 2025-yil davomida. Ha, 312 dona. 312 kishi 2025-yilda. Aha, tushunarli. Nuriddin aka, sizga savol, ya'ni boshqa bo'limga o'tamiz. Elter Nachzug degan bo'limiga. Elter Nachzug degani ya'ni nechta oila o'zini ota-onasini Germaniyaga olib kelishga va nechta oila o'z ota-onasini Germaniyaga viza olib berib olib kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilda O'zbekistondan, ya'ni ota-onasi uchun viza olganlar soni 4 kishini tashkil qilyapti. Ya'ni 2025-yilda 4 kishi ota-onasi uchun vizani qo'lga kiritgan. Ota-onasi miqdori ancha kamroq ekanda. Mana shunday. Oila birlashtirishga qaraganda. Xo'p, Bektemir aka, vaqtda boshqa bo'limga o'tamiz. Kinder Nachzug, ya'ni nechta oila o'z farzandini Germaniyaga chaqirib olib kelgan? Mana shunga biz qisqa ma'lumot berib o'tasizmi? Germaniya hududida yashovchi o'zbekistonliklar 2025-yilda o'z farzandlariga vizani topshirgan va ulardan 255 ta bolajonlar o'z vizasiga ega chiqqan 2025-yilda. Anchagina bolalar ancha ko'proq kelgan ekan, chim ota-onalarni chaqirgandan ko'ra ancha Ancha ko'p oila birlashtirishda 200, ya'ni общий bolalarni kelishi 255 ta, bu ko'proq qism tashkil qilyapti. Sababi ota-ona yoshi qari bo'lgani uchun shu sabablarga ko'ra ham ko'p topshirilmaydi. Ya'ni bizlar bu yerga mehmon sifatida kelishi mumkin, lekin doimiy yashashga ota-onamiz uncha xohish ham bildirmaydi. Bu yerda yana
e'tibor berishimiz kerakki, faqat natsional viza ketyapti, raqamlar ketyapti. Bu masalan turistik bo'yicha kelgan Schengen viza olingan bo'lsa, hammamiz ota-onamizni chaqiramiz, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bor chaqiradiganlar. Uni raqami 1000 dan ziyod bo'ladi, aniq, chunki uni kuzatib boramiz. Ko'p yurtdoshlarimiz ota-onalarni chaqirib, Yevropani aylantirishib, mazza qilishib ketishyapti. 18 mingdan ziyod, uni ham hozir statistikamiz oxirida aytib o'tamiz. 18 mingdan ziyod Schengen vizalar ham olingan. Albatta bu yerda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ota-onalarini Schengen viza orqali ham chaqirishadi. Chunki ular ko'p vaqt qolishini ba'zidan bilamiz, xohlashmaydi. Qisqa vaqtga kelib Schengen viza o'zi qisqa vaqtga o'ylanib, faqat ta'tilga kelishga maksimal 3 oyga chegaralangan. Masalan, farzandlarni chaqirish esa, masalan, kimdir otasi kelgan, onasi kelgan, bir kishi kelib oilasini chaqiradi, masalan, keyin farzandlar ham qo'shilib kelar orqasidan. Bu yerda ishxonasini, yashash joylarini aniq qilgandan keyin o'sha chaqirish bo'lyapti ekan. Rahmat. Bir qiziq ma'lumot bo'lib o'tib ketdi do'stlar. Keyingi bo'limga o'tamiz, ya'ni Nuriddin aka vaqtda mana sonstige familiya Nachzug degan bo'limiga, ya'ni maxsus oila birlashtirish, ana o'sha haqida bir ma'lumot bering. Boshqa turdagi oila birlashtirish vizasi 2025-yilda kuzatilmagan. Xo'p, Rustam aka, siz Studium degan bo'limiga, ya'ni nechta O'zbekistondagi vatandoshlarimiz 2025-yilda Studium sababligi Germaniyaga viza olishgan? 657 ta vatandoshimiz viza olishgan. Bu raqam o'sha umumiy raqamlarni qaradigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda ekan. Birinchi o'ringa asosa yetib kelamiz, lekin hozircha bu ikkinchi o'rinda ekan. 657 ta talaba bo'lib kelganlar va talabalikka tayyorgarlikka kelishgan yurtdoshlarimiz raqami shuncha ekan. Temir aka, sizga keyingi savolimiz Sprachkurs, Sprachschule besuch, ya'ni til o'rganish uchun Germaniyaga nechta vatandoshlarimiz viza olgan 2025-yilda? 2025-yilda 310 ta til o'rganishga kelgan talabalar mavjud. 310 ta odam til o'rganish uchun butun Germaniya bo'ylab til markazlariga olib kelishgan, tilni o'rganishgan. Hozirgi paytda ancha ko'p yurtdoshlarimiz tilni o'rganib, o'zini o'rnini topib ketdi, o'qishga, Ausbildungga, boshqa taraflarga. Til o'rganish bo'yicha 310 ta odam viza olgan o'tgan. Standart bo'yicha agar olsaylik, til o'rganish uchun viza olinadi va u viza qanaqangi muddatga chegaralangan bo'ladi? Masalan, 3 oymi, 6 oymi, 1 yilmi? Asosan 6 oyga beriladi. Standart bo'yicha. Standart yo'q, standartini 4 oyga ham, 6 oyga ham, hatto 1 yilga ham olgan yurtdoshlarimiz bor. Aynan u kursni, til kursini necha oyga bu yerdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ya'ni o'sha tilni necha o'rganmoqchi bo'lib turib maqsad yoritgan bo'lsa, o'shanga qarab viza beriladi. 4 oydan boshlanib, endi 3 oylik qilsangiz bu kam muddat bo'lib qoladi tilni o'rganish uchun. Shuning uchun minimalni 4 oyga ro'yxatdan o'tib, viza olib, 1 yillik viza olganlar ham bor. Ya'ni bitta A1, A2 daraja emas, balki B2 darajagacha bo'lgan kenglikdagi o'quv dasturlarini ham vizaga topshirib, viza olib kelgan yurtdoshlar mavjud. Ya'ni bu B2 ni olgandan keyin Studium kollej bo'ladi va dalchi magistraturaga yoki bakalavriatga o'qishga davom ettirishi mumkin-da. Shunday. Ya'ni 1 yilda ichida B2 ni olish realistik ekanda. Shunday. Agar o'qib konsentratsiya qo'ysa. Endi buni hozir 24-yilgi ma'lumot bilan solishtirsak, 24-yilda til kursi vizasi bo'yicha 70 ta bo'lgan bo'lsa, bu yilgi past 5 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 25-yilda 24-yilga nisbatan ya'ni 5 karrasiga ko'paygan. Katta rahmat. Rustam aka, sizga keyingi savolimiz, ya'ni Erwerbstätigkeit wissenschaftlich hochqualifiziert Praktika Ausbildung Freiwilligendienste. Bu narsa ham umumiy olingan, ya'ni O'zbekistondan nechta vatandoshlarimiz Germaniyaga kelishga 2025-yil davomida nechta odam Germaniyaga viza olgan? Bu mana va nihoyat birinchi raqamga yetib keldik. O'sha hammasini
hisoblab chiqqanimizdan ham teng yarmini tashkil qilar ekan. Ya'ni 2475 ta vatandoshimiz bu yerga ishchi vizasi olib kelgan ekan. Bu ishchi vizasi nafaqatgina biror bir korxonada ishlashlik yoki masalan qayerdaki masalan ishlab shartnoma qilinadi. Bu kam miqdorda bo'lsa ham oylik to'lanadi. Masalan bundan masalan praktika bo'lishligi mumkin. Praktikaga ham oylik to'lanadi. Yoki au pair bo'lishligi mumkin. Fayverligi sotsialist yar bo'lishligi mumkin. O'shanaqangi shartnoma bilan ishga kelganlar, ya'ni o'shalar soni 2475 ta ekan. Buni ichida masalan anaqalar ham bo'lish, PhD'lar ham, PhD masalan universitetda ishlaydiganlar, o'shalar ham shuni ichiga kiradi. Bu birinchi top birinchi eng ko'p keladiganlar o'sha sabab bilan ekan vatandoshlar. O'sha raqamlardan statistikadan o'tib endi bir yurtdoshlarimizga bir foydali ma'lumotlarni berib o'taylik. Qanaqa narsa bu, qanaqa kelsa bo'ladi? Buning uchun men Bektemir sendan so'rab qo'yamiz, chunki bu soha mutaxassisisan. Qanday qilsa o'sha mana bu aytilgan eng yuqori raqam 2475 tani ichidagi aytib o'tilgan sohalarda qanday qilib kelish imkoniyatlari bor? Aniqini o'sha bir tushuntirib o'tsang. Endi bu yerda sertifikat aynan huquq kvalifitsiyasi deb aytyapti. Bu aynan bakalavr darajasiga ega bo'lgan shaxslarni nazarda tutyapti-da. Ya'ni sizda bakalavr darajada diplomingiz bor, uni bu yerdan notifikatsiya qilyapsiz, ya'ni anerkennung deyiladi nemchasiga va o'sha orqali o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha vizaga topshirib, ishchi kuchi bo'lib kelyapsiz. Ya'ni mutaxassis vizasi. Yurtdoshlarga shuni aytmoqchiman, Germaniyaning elchixonasida ishchi viza turi yo'q. Bunaqa viza berilmaydi. Ishchi viza berilmaydi-da. U paragraflarga bo'linadi va o'sha paragraflardan biri ishlash uchun beriladigan viza turi bu mutaxassis vizasi. O'sha mutaxassis vizasini olib kelgan yurtdoshlar asosiy ko'rsatkichni beradi va qolganlar au pair yoki freiwilligendienst yoki praktikum deyapti. Bu yerda praktika ham turlarga bo'linib ketadi. Ya'ni Studium Fachbezogenes Praktikum, ya'ni o'quv davomidagi praktika va Weiterbildungs praktikum bor. Bu o'quvdan keyingi mutaxassis o'zini mutaxassisligini qayta tayyorlash amaliyoti hisoblanadi-da. Au pair bo'lsa, au pairni bilamiz. 24-27 yoshgacha bo'lgan yosh yigit qizlar kelib, bu yerda oilalarga yordam beradi, bolalarga qaraydi va shu tariqa bu yerdagi madaniyatni o'rganish uchun keladi. Au pairga kelgan. Keyin bu yerda yana bitta eng tez keladigan yo'li ham bu Freiwilligendienst. Bu shunday ishlardagi bu gumanitarga yaqinlashib ketadi bu soha. Volontyor deydi, volontyorga o'xshab ketadi. Sababi freiwillig, ya'ni o'zing xohlagan holatda bitta xizmatni taklif etyapsan, ya'ni xizmat qilmoqchisan. Bu sotsial freiwilligendienst bo'lishi mumkin yoki bundes freiwilligendienstga bo'linib ketadi. Bu yerda ham endi yoshlarga ham qaraydi. Lekin bir yil davomida Bektemirga ham bitta narsani bilib, bir yilda men chunki o'zim ham ya'ni o'sha bundes freiwilligendienst qilib o'tganman. Bir yil davomidan keyin volontyorlikni tugatganlikdan keyin sizni qo'lingizga ular yana bitta hujjat yozib berar ekan. Hujjat ham rosa kuchli ekan. Keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi bo'limimizga Bektemir aka, ya'ni jüdische Zuwanderung, ya'ni yahudiylar Germaniyaga viza olish 2025-yili. Qanaqangi bo'lgan? O'zbekiston hududidan, ya'ni o'sha yevreylar, ya'ni o'zimizda Buxoro yevreylari bor haligacha. O'shalardan 4 nafari o'tgan yili Germaniyaga viza olgan. Ya'ni ularning immigratsiyasi haligacha davom etmoqda. Aynan bu O'zbekistonning Samarqand, Buxoro hududlarida yashaydigan Buxoro yevreylar, ya'ni o'sha shaxslar viza olgan. Va necha nafar tashkil etadi? 4 nafar. 4 nafar. Rustam aka, keyingi savolga o'tamiz. Spät Aussiedler degan bo'limiga keldik. Eng qiziq punkti. Spät Aussiedler deb kimlarni aytamiz o'zi? Spät Aussiedler bu masalan ota-onalari yoki uning bobolari nemis bo'lgan va O'zbekiston hududida yoki masalan urush bo'lgan paytlari masalan gumanitar yordam bo'lib biz tarafga borib qolgan. Ko'pchilik Qozog'istonda bo'lgan, Toshkentga kelgan va o'shalar mana o'zi ancha-muncha avlod almashsa ham, 2-3 ta avlod almashgan bo'lsa ham, undan agar o'sha isbotlasa, meni bobom, onam o'sha yerdan kelingan nemis bo'lgan desa, o'shalarga
Germaniya nafaqat O'zbekistondan, balki juda ham ko'p bilamiz, Rossiyadan va Qozog'istondan ham shpitsavozlar keladi. Lekin shuni ko'ryapmizki, demak hali ham o'sha nemislar bor ekan. O'zimizni hududimizda ko'chib keladiganlar yoki viza olib keladiganlar bor ekan. Har bir o'z vatanini sog'inib kelar ekanda. Bunday. Xo'p, Nuriddin aka, keyingi savol sizga bo'ladi. Humanitar Aufnahme, ya'ni gumanitar bo'yicha 2025-yilda nechta odam viza olgan? 2025-yilda O'zbekistondan gumanitar yordam bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizada bu kuzatilmagan, lekin ayrim taqqoslash uchun qaraydigan bo'lsak, ayrim mamlakatlarda bir necha yuz minglab fuqarolar, ya'ni yuqoridagi statistik ma'lumotlarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Bir necha yuz minglab fuqarolar, ya'ni Germaniyaga viza olishgan gumanitar yo'nalish bo'yicha. O'zbekistonda esa bu holat kuzatilmagan, ya'ni 0 ta bo'lmagan. Humanitar viza ya'ni olinmagan. Bektemir aka, keyingi savol sonstige Aufenthaltswege, ya'ni maxsus viza turi 2025-yili O'zbekistondan nechta odam ega bo'lgan? Sonstige Aufenthaltswege bu 51 odam viza olgan. Endi bu viza turlari qaysilar bo'lishi mumkin? Sonstige, ya'ni o'chib qoldimi? Ha, bu yoq o'chib. Sonstige Aufenthaltswege vizasini olgan shaxslar 51 ta yurtdoshlarimiz olgan ekan. Endi bu aynan shu qolgan turlarga kirmaganlar aynan Sonstige Aufenthaltswegni olgan. Rustam aka, eng oxirgi savolga o'tamiz. Ya'ni nicht zugeordnet degan bo'limi bo'lar ekan. Nicht zugeordnet degani o'zi nima degani? Shu belgilanmagan degan ekanda, belgilanmagan degan viza turi ekan. Belgilanmagan bo'lganligi uchun raqami belgilanmagan ekan, ya'ni 0 ta ekanda. Ya'ni 2025-yilda belgilanmagan viza bo'yicha belgilanmagan odam olgan ekan. Viza ya'ni 0 ta, hech kim kelmagan. Inkognito bo'libdi-da. Endi juda ham bekitib boyagi boshidagi savolga keladigan bo'lsak, qiziq savol. Endi qanaqa savol? Endi bu savolni qaytarib beramiz. Ya'ni boya o'zimiz aytib o'tgandek, butun jahon bo'yicha statistikani aytib o'tdik, o'shani necha foiz O'zbekistonga taalluq etadi? Raqamini bekitmadan so'rasakda, oldimizda mana professor o'tiribdi, necha foizda nechaga bo'lganini hisoblab domladan so'rasa, ya'ni. Bu yerda umumiy O'zbekistondan olgan viza turi 4096 ta bo'lsa, buni matematik holatda hisob-kitobini yurtdoshimizga, ya'ni Nuriddin domlasak, domla oliy matematika o'qituvchisi, ya'ni foiz stavkasi oltin medal sohibi. Bu yerda butun 2025-yilda statistikaga qaraydigan bo'lsak, jami dunyo miqyosida oladigan, xalqaro miqyosida oladigan bo'lsak, 480.864 ta ya'ni jami olingan. Shundan 4096 tasi O'zbekiston Respublikasiga hududiga to'g'ri kelyapti. Bu bizada oladigan bo'lsak 0.85%, ya'ni taxminan 1% ga yaqin olsak ham bo'ladi. Xudoyimizga. 0.85 desa Bektemir bu juda ham kichkina raqamda, masalan, hatto 1% ga yetmayapti. Masalan, butun dunyoni oladigan bo'lsak, 500 million aholi kelgan bo'lsa, o'shadan O'zbekistondagi o'shandan demak 1% ekan. 1% ga yaqin ekan. 1% ga. Shuning uchun yurtdoshlar bir-birlarini qo'llab, agar siz ishlab turgan joyda ish o'rni bo'lsa, keyingi yurtdoshga tavsiya bersangiz, albatta keyingi yurtdoshlar keladi, o'sha yerda o'zini mutaxassisligi bo'yicha faoliyat olib boradi va O'zbekistonga bu investitsiya bo'ladi do'stlar. Shunday. Ana endi oxirida so'zni Rustam akaga beramiz. Rustam aka, o'ziz bitta o'z shaxsiy fikringizni aytsangiz. Statistika bo'yicha. Statistikani ko'rdik. Mana butun Germaniyaga o'sha taxminan 500 million kishi kelgan ekan, jamiki o'sha har xil davlatlardan. O'shandan O'zbekistonga hatto 1% ga yetmayapti ekanda. Bu juda ham bir ko'rsak o'shani paradoksda, masalan, O'zbekistondan ko'p odam kelganda ko'rinadi, lekin bu hattoki 0.80 necha foiz? 85, hatto 1% ga. Demak, bu narsadan bilishimiz mumkinki, o'sha Germaniyada
juda ham o'sha imkoniyat ko'p. Ha, masalan, o'qish, buni ichida hammasini o'qib bo'lib o'tib ish bor, o'qish bor, til kursi bor, masalan, oilani birlashtirish vizalari bor. O'shani agarda 4,000 emas, balki 10,000 kelgan taqdirimizda ham hattoki 2% ga ham yetmay ekanda. O'shaning uchun Germaniyada hali o'sha potensial katta. Germaniyada o'zimiz bilamiz, hozir ish o'rinlari ancha juda ko'p ish o'rinlari bo'sh turibdi yoki o'sha universitetlarga o'qishga kirishlar masalan bu yerda bepul qilingan. Agarda kimda xohishi bo'lsa, o'sha nima potensialdan foydalansak bo'lar ekan, o'shanda imkoniyatlardan foydalansak bo'lar ekan. Yana bitta qiziq joyini aytmoqchiman. Shu yerda qo'shimcha qilib, butun dunyodagi mamlakatlardan eng ko'pi Xitoydan, Turkiyadan va Hindistondan milliy viza turini olib kelyapti hozir. Bu ham qo'shimcha ma'lumot. Qo'shimcha ma'lumot. Do'stlar, ya'ni bu degani statistika bo'yicha shuncha ko'p odam viza olgan degani bu yerda imkoniyat o'ldi degani emas, imkoniyat doimo bor va sizlar bilan keyingi videoda podkastlarda ko'rishguncha va bugungi podkast mehmonlarimizga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Haqiqatan foydali va qiziqarli va zo'r ma'lumotlar berishdi. Agar sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, sog' bo'linglar.